Avvalambor assalomu alaykum. DTech o'z kanaliga xush kelibsiz. Obuna bo'lib like bosishni unutmang. Bugun biz sizlar bilan Ucell internetini qanday qilib tekin qilishni o'rgatamiz. 100% ishlaydi. Qani ketdik. Buning uchun bizga Tunnel Plus ilovasi kerak bo'ladi. Bu ilovani o'rnatib olasiz. O'rnatib olgandan keyin menda o'zi o'rnatilgan ochish tugmasini bosamiz. Mana ochildi. Mana ilova shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Buning fayli bor. Hozir faylni ko'rsataman. Mana bizga shu fayl kerak bo'ladi. Bu faylni Telegramga tashlayman. Telegramdagi kanaldan olib bemalol ishlatishingiz mumkin. Bu faylni bosganingizdan keyin avtomatik Tunnel Plus ilovasiga o'tadi. Hozir ko'rsatib beraman. Mana shu ko'rinishga keladi. Ya'ni faylni o'tkazganingizdan keyin start tugmasini bosganingizdan keyin bu ilova 100% ga ishlaydi. Ya'ni internetingiz tekin bo'ladi. Like bosib obuna bo'lishni unutmang. Kanal opsiyasida manzilni qoldiraman.